Jo'gon, ovqatlanib olishing kerak. Buni hidini qaranglar. Ya xudo masali, hidini qarang buni. Qani kim men bilan ovqatni yeydi? Dadasi bilan qaynoqqina suvli go'shtni kim yeydi? Limjo'gon farishtami? Xunukligini qara. Meni yuzim undan chiroyliroq-ku. Buni qara xunukligini. Nima? Qaytar gapingni. Gapingni qaytar. Qaysi gapni? Yaramas bola. Bu hech narsa emas. Ahmoqlarning gapiga quloq solmasliging kerak. O'zingni o'zing doim himoya qil. Kimdir senga baqirsa, sen ham xuddi shunday javob ber. Tushundingmi? Uni chiroyli qilish uchun hamma yerni qirqish shartmi? Chiroyli va xunuk odamning farqiga borasizmi o'zi? Meni qizim men uchun juda ham chiroyli. Jo'gon, ovqatlandingmi? Rasmlarga e'tibor berma. Molisi xo'mi? Ha, o'sha. Ular birga uchrashar ekanda. Ha, biz Jo'gon bilan uchrashyapmiz. Bardoz bilanmi yoki usiz?